hozir sizda qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar yashadingiz, o'sha siz yashab bo'ldingiz. Necha kelgan bo'lsangiz ham yashab bo'ldingiz. Yashalmagan bo'lsangiz ham, kecha yashamayapsiz. Lekin jarayon ketyapti. Siz o'zingizni boshqara olmayapsiz, emotsiyalaringizni boshqara olmayapsiz, asablaringizni boshqara olmayapsiz, fikrlaringizni to'g'ri olmayapsiz. Nima qilish kerak? Shunaqa vaziyatda nima qilish kerak? Yurgan yo'lida, o'tirgan joyida, misol uchun yurgan yo'lida yoki qayerda o'tiribsiz, o'tiribsizmi, mashinada o'tiribsizmi yoki qayerda ketayapsiz, aytgan gapi shu bo'lsin. Do etib bo'lish kerak bo'lgan narsalar bo'ldi. Hozirgi yoshimga nima bo'lsa bo'ldi, hammasi bo'ldi. Qaysidir biri to'g'ri edi, qaysidir biri noto'g'ri edi, qaysidir biri menga qarshi edi, qaysidir biri yo'q edi. Lekin men yashab bo'ldim. Qo'limdan kelgancha imkon qadar men yashab bo'ldim. Hozir menga mana shu vaziyatni hal qiladigan, meni muammoyimni yechadigan situatsiyani yaratib shu holatni hal qilyapman. Men shu vaziyatdan chiqib ketishim kerak. Men yana o'tmishga kirib qolib, uni qo'llab, qayta qo'llab turib, hozirgi yashashim kerak bo'lgan vaziyatdan ketolmay qolmay. Men yana o'tmishga ketib qolmay. Shuning uchun hozir shu yerda men o'tmishda qabul qildim. Hozir shu yerda, shu holatda men bo'layotgan vaziyatni yechimini menga ko'rsatib bering, menga oydinlashtirib bering. Nima bo'layotgan bo'lsa, belgi beringlar. 3 kun ichida berasizmi, 24 soat ichida berasizmi, 8 soat ichida berasizmi bering. Men ko'ray, xohlasangiz nima orqali bering, masalan, insonlarga fikr orqali bering, seriallar orqali bering, kimdir gap orqali bering, o'zimga bering, o'sha situatsiyani men yaratib bering. Men yaratib bering. Aytadigan gapi shu bo'lsa, o'tirgan joyda tinimsiz qabul qilaman va qo'yib boraman degan narsani tagi aslida shu. Lekin nimani qabul qilaman? Meni qabul qilaman. O'tmishimni, yashab o'tganlarimni, yashab yashamaganlarimni, yashalmagan yashamlarimni hammasini qabul qilaman. Hozir qabul qilaman. Chunki men shu vaziyatda, shu holatda yorib chiqib ketishim kerak shu vaziyatdan. Shu vaziyatdan chiqib ketishim kerak. Shu muammoni hal qilishim kerak. Nima bo'lsa ham. Kelishdikmi? Faqat shunaqa deb turib, situatsiyani yumshata olamiz, situatsiyani hal qila olamiz, situatsiyaga yaratuvchi ko'z bilan qaray olamiz. Yaratuvchi nigohi bilan qaray olamiz. Men bu qancha shunaqa narsa eshitgandimda, shu qarash bo'yicha. O'ng ko'z bilan qarang, chap ko'z bilan qarang. Zinachi bilan qarang, ajratishda qarang. O'ng ko'z bilan chap ko'z ikkosi ham bitta vazifani bajaradi. Chap ko'z bilan qaraganda chap ko'z ikki tomonga qaragan joyi yo'q. Yoki o'ng tomonga qaraganda chap ko'z bu tomonga qaragan joyi yo'q. Bu hali insonlarda bor-ku, o'ng tomon faqat yaxshilik, chap tomon faqat yomonlik degan buni ham ajratish. Buni to'g'ri emas. Yaratuvchi nazari bilan qarang. Ilohiylar nazari bilan, avliyolar bo'lganda men o'rnimda men qiynalsam shunaqa deyman-da. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam vaziyatda qanday qilganlar? Qanday shu vaziyatdan chiqib ketganlar? Qaysi duoni aytganlar? Qaysi duoni aytganlar? Qaysi oyat aytganlar? Nima deganlar? Qanday men hal qilishim kerak? Qanday bu? Nimadir hal qilinib chiqib ketadi. Nimadir yordam beradi, kimdir yordam beradi. Ta'sir so'z yordam beradi, tushunasiz? Shuni aytmoqchi edim shu praktikani sizlarga. Bitta iltimosimni keyin aytaman.